Mana Bismillahirrohmanirrohim deb keldik managa. Lekin pastga tusholmaykanmiz. Past tik-tikda nimadan iborat ekan. Bu yerda g'orlar bormi? Uylar qilganmi? Mana yerlarda nimalar bor ekan. Kuchukchaman charchab qoldi. Ketamiz hozir. Mana nimadan keldik? Tepadan. Sizlarga boya mana tarafdagi tepadan video tashladim. Mesela yo'l bor. Ne yurib mana turistlar keladi bu yerlarga, yana o'tiribdi. Piknik qiladi, mana yerda shashlik-pashliklar pishirgan. Bilmasam dud bu yotibdi, qora kuyib yotibdi. Ular nark tarafdan keladimi, tog' orqasiga mana yerlardan tushib oladimi, sportsmenlar bo'lsa. İşte tushib, mana yerlarga kelib cho'milib, keyin yana ketaveradi. Plyajga qilmaganlar, mana chekka joylarga kelib. Chiroyli rasmlarga tushib ketadi. Ha, nerede ikkita buloqning ko'zi bor ekan. 1, 2, 3 ta ekan. Hattoki. Dengizdan buloqlar chiqarib qo'yganman deydi Xudoyim taolo. Kitobda yozgan. Ha, lekin qaynab chiqib yotibdi, qaranglar. Mana ko'rindi shekilli. Mana qimirlab turibdi. Qaynab chiqyapti suv tagidan. Mana. Mana shu ikkita. Mana shu ikkita oq narsa buloq qaynab chiqib yotibdi suv tagidan. Shunda buloqchasi bor ekan. Şurada su pişekleri var deydi. Şurada mağara var deydi. G'or deydi. Suv xuddi voy yo'qday, shunchalar tiniq dengiz suvi. Tak shunday ko'rinib yotibdi. Kelgan paytlarimda kelaydim berlarga tez. Bolamni bog'chaga tashlaydimda, bog'chaning ko'chasidan yurib, aylanib kelaydim. U payt hech kallamga kelmagan telefonga olish, telefonga ko'rsatish. Mana tog' orqasi biza plyaj. Mana tarafı nimada mehmonxonalar, mana shu yo'l dengiz bo'yi yo'li mana shu. Mana shu tog' orqasida otellar bor. Bizning otellarimiz bor, Doli otel. Qo'noqli taraflar shu taraflar. Quyosh chiqib, havo isib ketdi u taraf. Mana yerga hali quyosh kelmabdi. Endi kelyapti quyosh bu yoqqa. Yonadi bu yerim. O'rmon salqin edi hozir. Ham havosi toza. Top-toza havo. Hidi ta'riflayolmayman-da. Mana archani hidi bilan dengizning hidi aralashib ketganda bir parfyum qanaqadir fransuzga do'killar yo'lda qolib ketadi-da. Bunaqa zo'r. Qaranglar, yerda baliqchalar. Baliqmikan? Bir sakrab tushib ketdi ichkariga. Hozir yana chiqib qolar. Ikkita ko'rdim. Voy. Mayli yana chiqdi yerdan. Hozir yana chiqadi. Nima bo'lsa u? Shu yerdan chiqyapti. Kichkinagina baliqcham deyman. To'la dengiz o'ti ekan bu taraf. Hech nima qilmagan ekanman, e'tibor bermagan ekanman. Sohil bo'yi yana bittasi chiqdi. Bitib kirib ketdi. Sohil bo'yi qum shunday. Plyajdagi qumlik. Berlar shunday tosh. Dengiz o'tlari. Kalmarlar bor bu yerda. 8 oyoqlarni ko'rganman o'zim. Biz anaqacha kelib suzib, bu yoqdan qaytib ketganmiz. Bu tarafga o'tmaganmiz maska bilan kelib. Chunki mana toshlar oyoq kesadi. Oyoq qo'yishga joy bo'lmagani uchun.
o'sha taraflarda ham to'la sakkizoyoqlar, kalmarlar, uzun bor, qilich baliqlar bor. Oq dengizimiz, Alanya dengizi. Nasib bo'lsa kelsanglar, mazza qilib aylantirib kelaman. Mazza. Manzara judayam go'zal, judayam chiroyli. Tog', o'rmon, shahar. Masalan, bu yerda yangi shahar, mana yerga chiqsak 5000, 6000 oldin qurilgan qal'a. Bitta atmosferada hamma narsani yashaydi odam. Dengiz, o'rmon degandek har xil anada yashaydi. Muhitda bitta atmosferaga tushib, tog'lar judayam chiroyli. Alanya o'zi chiroyli joyda. Alanya, Antalya. Nima deykan? Dunyoda ham Maldivga o'xshatar ekan. Maldiv, ikkinchi Maldiv. Xudoyimni qudrati shunday yaratib qo'yibdi. Xudojon foydalansin bandalarim. Ko'rsin, dunyoni foydalansin bundan deb Xudoyimga behisob shukr. Endi asta chiqamiz uyga. Charchadim. Ro'za payti kelsa odam ham fiziratga bo'ladi, ham charchab ochqab qolgan ekan odam. Uyda payt bilinmaydi. Katta rahmat e'tiborlaring uchun. Layklarni bosib, kanalimga obuna bo'lib qo'yinglar, bo'lmagan bo'lsanglar. Va qanaqa videolar xohlaysizlar yozib qo'yinglar, obsujdeniylarda Alanyani qayerni ko'rishni xohlaysizlar. Chunki biz boramiz hamma joyga aylanib, shu borgan joylardan xudo xohlasa shu nimada Manavga Sidiga niyat qildim. Borib kelamiz bir kun. Zekamga aytsam, o'lcham olamiz deb. Bye. Sizlarga manzarani yana bir ko'rsatib qo'ying. Kleopatra kelib shu dengizda cho'milib ketganki, bu dengizni suvida yoshartiradigan xususiyat bor emish degan afsonaviy bir rivoyat bor dedi. Uni men ham qaydan eshitdim? Hozir ham mehmonxonamiz borda, mehmonxonaga kelgan Shvetsariyami qayerdan kelgan ular bor edi. Yaxshi ayolchalar, momachalar shular aytuvdi. Shunaqa bor bu dengiz yoshartiradigan xususiyatga ega deb, shu Kleopatrani o'zi shu yerga kelib cho'mil ekan. Go'zallik qirolichasi nima dedik. Mayli bo'pti, sog' bo'linglar, yaxshi o'tiringlar. Ilindim sizlarga ham. Bugun havo yaxshi edi chunki. Tinch, sokin. Yaxshi kunlarda ko'rishaylik iloyim. Bizlar bilan charchamanglar.